Özümdeki şahsen fikrim. Qo'lidan ish kelmaydigan partiya bo'lganligi hozircha gapini o'tkazolmaganligi shundoq cho'ng so'zlay oladi-da. Ammo shundoqlam desam bo'ladi endi. Shundoq bo'lsin, shu bir parlamentning ichida ovozini chiqarish uchun, Uyg'urning gapini chiqarish uchun pek kuchayotgan partiya, shu konservativ partiyasi. Garnet to'xtamay imzo to'playotdi. Har 30 imzo olgan chog'da nima deydi, o'ziniki bir videosida shundoq so'zlagan. Menimcha bo'lsa, Uyg'urlar, siyosatchilar shu Kanadadagi o'sha liberal partiyasi bilan hokimiyatning ustida kim boshqarayotgan bo'lsa, shularning eg'izidan bir Uyg'ur degan ismni chiqarib, Uyg'ur uchun bir ish qilg'izolgan bo'lsa yaxshi. Endi hokimiyatni talashayotgan partiyalarning ichidagi bir partiyani tanlab turib, shular bilan nima qilish foydasi yo'q emas, foydasi bor albatta, lekin hozircha shu hech qanday foyda degan gapini takrorlab o'tsam. Shu bo'lsa, shu liberal partiyasi hozir hokimiyatning ustida kim bo'lsa, shuningki eg'izini ochirishga tirish yaxshi. Endi qo'lidan hech kelmagandan keyin to'xtamay daverda cho'qim Uyg'urlarniki genocide deb atashtirishimiz kerak, Magnitskiy qonunni ijro qildirishimiz kerak, qonunlashimiz kerak degan gaplarning hammasini hozir konservativ partiyasi qilyapti. Qilganim shu pakrak kuchab qilyapti. Amaliyotda hokimiyat ustidagi partiya bo'lsa, liberal partiyasi. O'zimninki arzusi bo'yicha aytgan chog'da hozir bizniki partiyalar xeyli bor. O Cumhuriyetchilar partiyamiz bor. U yerda bu yerda tizimlatgan partiyalar bor. Meningcha bo'lsa, partiyalarni vatanni ozod qilish o temani amaliy bir amaliyotdan chiqish qilib aytsak, vatanniki ozod bo'lishiga xeyli vaqt bor. Meningki o'zimniki o'ylashim bo'lsa, mening bir partiya bo'lgan bo'lsam, qanaqa qiladim desanglar, o'zimniki turishliq davlatninki siyosiy sahnasiga kira oladigan bir partiya bo'lgan bo'lsa deb arzu qiladim. Masalan, o'sha Kanadaniki o'zini olib aytsak, bir Sikh community deb unda yuzranglik beshiga salla kiyib olgan hindistonliklar bor-ku. O'shaniki kuchi intayin zo'r. Oldingi qitimliq nimada? Saylamda Kanadaniki bosh ministriga saylaydiganning ichidami o'shaniki birsi, o'sha Sikh community deb beshiga salla taqaydigan o'sha hindistonliklarniki partiyasi shundoq kuchli. Mening nazarimda bo'yicha bo'lgan chog'da vatanni ozod qilish degan u nimani qo'yib turib, o'zimizniki bor davlatdagi siyosiyga aralasha oladigan shundoq bir partiya bo'lgan bo'lsa, masalan Kanadadami bir shaharning o'zida 500 dan ortiq oilalar butun Kanada bo'yicha 5000 dan oshadi deyman, Uyg'urlarniki sonimi. Shu partiya bo'lsa, partiyaniki nimaligini desam, shu tekshirib baqsammi, partiya to'g'riliq siyosiy partiyalarniki roli degan chog'da shu o'ziniki hukumatiniki, o'ziniki davlatniki hukumatning ichiga kirib shu huquq talashadigan shundoq partiyalar bo'lsa, bizniki Uyg'urlarninkimi, o'zimizniki Kanadada kim bildi kelgusida Uyg'urlarning ichidan Kanadaga bosh ministr bo'lgan bir kelgusi ular chiqamdi, shundoq siyosiy yo'llarni yetishtirishimiz, shundoq siyosiy ishlarga aralashadigan o'zimizniki shu davlatimiz, turishliq davlatimizniki siyosiy sahnalardan o'rin oladigan shundoq partiyalar bo'lgan bo'lsa deb o vatanni ozod qilish partiyalari Amerika yordam qiladi, Kanada xuddi hammasi miki bu mumkin emas deyish bo'lmaydi albatta. Cho'qim umid bilan yashashimiz kerak. Lekin shundoq bo'lsa-mu, amaliyotdan chiqish qilib yotgan chog'da ishlar xeyli bor. Amaliy qila oladigan ishimiz bo'lsa, biz shu davlatninki a'zosi bo'lib bo'lgandan keyin albatta shu davlatimizniki, yangi davlatimizniki siyosiy sahnalarga kira oladigan bir ish qilishimiz intayin muhimdir. Siyosiy sahnalarning har qaysi yerlardan o'rin olgan bo'lsak, Uyg'urlarmi qaltis millat hamishdan qilaydi kelgusida qaysi bir davlatniki bosh ministri zonton bu qalamdi. Amerikada nima ish bo'ladi desanglar